Bize o'sha joyni topdik. Cho'lmagan 3 nafar. Ketdik bolalar. Bir kunlik Nefritga sayohat. Ketdi. Davay. Biz yo'lga chiqib oldik. Yo'l kerakli hamma narsalarni, po'rbaklar, ochkilar, sumkalar, kiyim-kechak hammasini oldik. Benzinlarni qo'ydik. Endi esa bitta gazni qo'yib, bozorlikni qilib, Nefritga 4 soat ko'rsatdi. Go bo'lamiz-da. Biz bidonkaga tushib olganmiz. Bugun qayt bo'lganligi uchun, dam bo'lganligi uchun shaharda odam juda ham kam. Yo'llar bemalol. Mana Qizilga tushmadik ham, bosib ketyapmiz, xudo xolasa. Tez orada yetib olamiz degan umidamiz. Biz probkalarni hisoblagan holda 4 soat yo'dik, menimcha 3 soatda yetib borsak kerak. Ketdi. Biz Somsaga to'xtadik. Babachi tovoqqa borayotganda cho'milganimi, qor o'ynaganimi, babit Somsaga to'xtamaslik bo'lmaydi. Hozir ko'ramiz освещениyalarni. Xullas, somsa yopilyapti. Go'shtli bu hammasi hozir. Go'shtli somsalar. To'xtatdilar. 5 minutda pishar ekan. 5 minut. Yo'llardan cho'g'lar tayyorlayapti ekan somsalar. Mana shu somsalar. Bu nonmi bu? Ko'k non. Somsa bu yoqda. Tabiatga necha okalar tabiatga. Ko'ryapsizlarmi? Вообще ajoyib bo'lgan. Sakraz biz kelayotganimizda havo ham salqingina bo'lib, mana bu yerda ham yo'lda pikniklar chiqyapti. Bozorlarni qildik. Havasidan kartingadan oldik. Grilllarni oldik, qaynoq. Borib endi sekin emijimida cho'milamiz. Nefritga bo'lgan sayohatimiz davom etyapti. Biz Chorvoqni tepadan hozirlik ko'rsatamiz. Mana Chorvoq tepadan. Mana bu yerda piramida bor. O tepada mana to'kishab chiqadigan aylanalar bor. Bu tomon bo'ldi. Bundoq o'tgandan keyin Dambaman bu tomonda. Shu yerda polni Toshkent, butun Toshkent qolib ketdi mana bu yog'imizda. Biz esa hali yana darch tepaga chiqib ketamiz va shu oxiriga boramiz lekin xudo xolasa. Sayohatimiz davom etadi. Nefritga bo'lgan sayohatimiz hali hamon davom etyapti. Biz yo'l yursak ham mo'l yuryapmiz. Mo'l yursak ham ko'l yuryapmiz. Yo'l tugamayapti bolalar bilan mana polni shu yerda o'zi mana qorin to'yg'izib ketyapmiz. Ko'ryapsizlar, butun tog'lar orqamizda qolib ketdi, lekin hali yo'l tugamayapti. Kunning o'zi salqin. Shu havoda borib cho'milishni o'ylaydi, cho'milishni. Takoymi? Ha, qaranglar. Buni qaranglar, buni qaranglar. Orqada nimalar qolib ketyapti? Mana. Hadi shu oliyda ko'rsin. Chiqarib tushib qolmaydimi? Yo, bismillah. Mana o'sha освещениyalar. Bizning yo'limiz mana shu yergacha ekan. Bundan bu yoqqa chiqa olmaymiz. Shuning uchun biz Nefritda chiqish uchun mana bunaqa mashinadan gaplashishning nomi nima edi? Ishqilib VAZ 24 mi, bilmayman. Mana shu pikaplar turibdi. Ishqilib Damas'ga kelish xato. Captiva olsanglar yaxshi. Biz sekin endi qolganiga shu mashinalarda davom etamiz yo'limizni. Yo'l ahvoli juda ham chatoq. Qatlardan keldik. Biz Aringa Nivaga chiqib oldik, Nivaga. Akada nechta skorost bor? Akada 3ta skorost, bitta ruchnoy. Nechi ketyaptilar? 60 ketyaptilar mana shu yo'llarda. Gap yo'q lekin. Boshida chiqib qo'ysak bo'lar ekan, tinchgina. Ahvoli qilib Damas'ga chiqdik, yarimigacha. Bitta odobda chiqdik. Ketish qaranglar, ketishi 10 minut ketib olamiz. Qaranglar. Tushamiz, yo'l kelgan. Maslahat. Nefritga kelmoqchi bo'lganlar aniq qilinglar. Nimani gaplashib turganinglar ma'qul. Posta 20 ming so'm to'lov qilib o'tyapmiz. Nefrit ko'liga o'tish davlat hududi, davlat chegarasi. Bu yerda o'q qilish mumkin emas. Odam boshiga 20 ming so'mdan to'lovimiz o'tib ketyapmiz. Nefritga bo'lgan sayohatimiz davom etyapti, lekin bugungi kunimizda bir 6 soat yo'lda o'tib ketdi. Mana hali ham Nivada hali ham ketyapmiz biz. Uzoq yurdik o'zi ham, uzoq. Oynasi ochilmas ekanda. Bo'lmasa tabiat ko'rsatdim sizlarga, tabiatni. Kelmaganlar uchun live hack bo'ladi bu, kelmaganlar uchun. Nivaga chiqinglar обязательно. Mana biz mana nihoyat Pashtiga yetib keldik. Mana. Mana. Biz ish ko'p ketyapmiz endi. Mach oldin bormi? Mashina bu yerdan ketardi, probka ketyapti mana bu yerda. Sayohatimiz davom etadi. Xullas mana birinchi ko'l mana shu yerda. Bo'lmas ekansa to'g'ri. Mana bu yerda birinchisi.
joyini o'zi bor. Mana shu. Qashda kelib qoldik. Yo'l azobi. Tog'u toshlarning o'rtasida qolib ketdik. Internet o'chib bo'lgan. Bizada. Keldi o'rmagan motor bo'ldi. Yo'q, ochiladi, to'g'ri, ular bilishadi ular. Mana oyog'imiz teylari suv. Va nihoyat bizga keldik. Ko'rsan qori. Juda qiyin bo'ldi tepaga chiqish. O'rta endi. Pulim ko'payib ketadi-yu. Katta jip olib kelib qo'yaman-da. Unda ko'ra yetib keyin yaxshi asob. Tinchgina. Faqat suvni o'ziga qo'namiz. Mana keldik. Suv kamayib ketdi, suv bor ekan. Va nihoyat suvni topdik. Va nihoyat bu kunni uzoq kutdik. Biz keldik. Biz bilan birgalikda quyosh ham keldi. Endi cho'miladigan payt keldi mana bolalar. Davay. Vizov, oktagonliga jang ber. Malades. Yaxshi, Aliyor. Akalar shu joyni topdik. Bitta ko'rsatadigan joy sizlarga. Bitta Aliyor. Ana. Yo'q, chuqur uch ketdi. Davay bolalar, ha? Baroq sakra. Nefritga bo'lgan sayohatimizda o'z nihoyasiga yetdi. Biz borgan paytimiz ozgina quyosh chiqdi, undan keyin chiqmadi. Cho'milishga shu bir marta, ikki marta tushgan bolalar bo'ldi. Men bir marta tushdim bo'ldi. O'sha yetadi menimcha. Butun yil davomiga yetadi. Endi qaytamiz, bu yoqda charchagalari. Ikki marta tushdi bu bola. Tak shunaqa gaplar. Biz qaytamiz. Nefritda men sizlarga kichkinagina esalik olmoqchiman. Yo buni, yo mana ikkitadan bittasini olib boraman sizlar uchun. Tanlaylar, qaysi birini sizlar uchun olib boring. 1, 2, 3 variantlar bor. Kommentariyaga yozinglar. Bizning sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi va nihoyat yana o'z uyimizga, ona vatanimizga, legendarniy Damasimizga qaytamiz. Endi xudo xolasa shu ketishda 4 soatda Toshkentga yetib olsak kerak ekanida. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, hammanglarga kattakon rahmat. Kelishni maslahat beraman, kelinglar, maza qilib ketasizlar. Go garchi.